Hozir yo'l unus tomonda bog' bor, unus tomonda bo'lsa kutubxona. Bog'da juda ko'pchilik vaqtini shunchaki bekor sarflab, ko'pchilik to'p o'ynab yoki aylanib yurishibdi. Unus tomonda bo'lsa deyarli tekin narxda kutubxona bor, ya'ni 10 ming so'm berib qo'yib, 1 yil xohlagancha foydalanishlari mumkin. Hozir kirib ko'rsataman. Qishin yozin qulay sharoitlar bor, juda ko'p kitoblar va qolganini hozir videoda ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bog'da necha soatdan vaqtini bekorga sarflab shunchaki yuribdi. Kutubxonada bo'lsa sanoqli 2-3 dona odam o'z ustida ishlab, o'zini rivojlantirib o'tiribdi.